Assalomu alaykum do'stlar. Mana kecha kechqurun ushlab kelgan ro'yimizni onasi ishlarda yuribdi. Bakfastmikin bu yo karnika bo'lsa kerak. Mana Bakfastga ham o'xshaydi. Qochishdan oldin ancha vazn tashagan ekan yoki yangi ona bilan qochishgan bular. Lekin ari juda ham baquvvat qochibdi. Hozir bu birinchi ramkasi. Bu yoqda ikkinchi ramkasi ham bor. Xuddi shunaqa qalinlikda turibdi. Endi bularga biz mashina berishga harakatdamiz. Xudo xolasa mana bu tomoni ham o'ta qalin. Ari oqib yotibdi o'zi ham. Bir-birini ustiga minib yotibdi. Hozir endi do'kondan borib yangi mashina olib kelamizda. Xudo xolasa qo'yib, kechqurun mana 2 litrga yaqin ovqat bergandim. Quyuq qilib tayyorlab, ertalabgacha polni yeb tashabdi. Yoki mana ramkaga o'tkazgan. Yaltiratib tashagan, ramka ham og'irlashib qolgan anchagina. Endi buni yaxshilab ishlatamiz. Ro'yga chiqqan ari juda zo'r ishlaydi. Hozir ustozlardan bir so'rab bildim. 3 ta 4 ta romkada ari chiqadigan bo'lsa, bemalol 3 ta mashinani tiqib qo'yirish kerak deyishyapti. Xuddi shuni qilamiz endi. Salomat bo'lasizlar, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.